davlat rahbarini elchilar bilan muloqotda tashqi siyosatimizdagi ustuvorliklar nimaga berilishi kerakligi haqida aytilgan gaplarni hammasi milliy manfaatlarimiz, O'zbekistonimizning taraqqiyoti, O'zbekiston davlatchiligini qudratli bo'lishi, O'zbekiston xalqini farovon bo'lishi uchun xizmat qiladigan takliflar. Mehnat muhojirlarimizga bo'lgan ehtiyojni qanday tezkor baholanadi va uni amalga oshirish uchun nima ishlar qilinadi? O'zini talablariga muvofiqlashtirib o'qitish, tayyorlash va olib ketish. Va juda yuqori bo'lgan ish haqi haqida gap bo'lyapti. Mana shu imkoniyatlardan u yerdagi elchimiz tezgina foydalanishi va bu yerdagi sharoitlarni yaratilishi, hukumatda kerakli institutlarni jalb qilishi va buni natijaga aylantirishi elchini faoliyatiga beriladigan baho sifatida qaralyapti. Rossiyadagi mana shu kamsitishlar ommaviy xarakter oladigan bo'lsa, albatta u yerda hech kim o'zini beqadr qilib ishlash kerak emas. Chunki Rossiyada oladigan oylikdan yaxshiroq oylik olish mumkin bo'lgan imkoniyatlar ko'paydi bugun. Va o'zbek o'g'loni, o'zbek fuqarosi albatta davlat orqasida turadi har birini, lekin birinchi o'rinda o'zini g'ururi, o'zini qadri bilan unga nisbatan kamsitish munosabati bo'layotgan joyda ishlamasligi kerak. O'zbekning mehnatkashligiga, o'zbekning sadoqatliligiga, o'zbekning tartibiga bugun dunyo mehnat bozorida katta ehtiyoj bor. Hech qayerda o'zbek o'zini xor qildirib qo'ymasligi kerak.